Hammaga assalomu alaykum. Bugun koreys tilidan 17-darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimizda ölkeyo va ningot qo'shimchalarini o'tamiz. Darsimizni yangi so'zlar o'rganishdan boshlaymiz. Iflos, kir, torobda, torobda, toza, kekithada, kekithada, tartibsiz, ojirobda, ojirobda, tartibda bo'lmoq, chongdon tuyo itda, chongdon tuyo itda, tozalamoq, chongso'rilhada, chongso'rilhada, chang yutgichni ishlatmoq, chongsogiril to'llida, chongsogiril to'llida, tartibga keltirmoq, chonglihada, chonglihada, changni artmoq, monjiril tolda, monjiril tolda, supurmoq, silda, silda, artmoq, takda, takda, axlatni tashlamoq, siregiril porida, siregiril porida, tozalash anjomlari, chongso togu, chongso togu, supurgi, pichcharu, pichcharu, latta, qolle, qolle, axlat chelagi, hyujitong, hyujitong. Bugungi birinchi mavzuyimiz ölkeyo qo'shimchasi. Bu qo'shimcha so'zlovchi biror bir kishi bilan qandaydir bir ishga kelishganligi yoki va'dalashgan vaqtda ishlatiladigan qo'shimcha hisoblanadi. Fe'lga qo'shilib, biror bir harakatning nuqt paytidan keyin aniq bajarilishini bildiradi. So'zimiz pachchim holatda keladigan bo'lsa, ölkeyo qo'shimchamizni qo'shamiz. Kapta, patta so'zlarimiz pachchim bilan tugalganligi uchun ölkeyo qo'shimchamizni qo'shamiz. Shunda kapta so'zimiz kapilkeyo, patta so'zimiz padilkeyo ga o'zgaradi. So'zimizda pachchim bo'lmasa, lkeyo qo'shimchamizni qo'shamiz. Oda, chonvahada so'zlarimizga lkeyo qo'shimchamizni qo'shamiz. Shunda so'zlarimiz oda, olkeyo, chonvahada, chonvahalkeyo ga o'zgaradi. Misol uchun so'zlar: ittaga chonvahalkeyo, keyinroq qo'ng'iroq qilaman, keyinroq aniq qo'ng'iroq qiladi. Neyrin chigaq haji maseyo, ertaga kechga qolmang. Ne, nechi anko ilchik olkeyo, ha, kech qolmay erta kelaman. Bu so'zimizda o'qituvchi neyil chigaq haji maseyo, ertaga kechga qolmang degan nuqt paytida talaba ne nechi anko ilchik olkeyo, ha, kech qolmay erta kelaman deb aniq kechga qolmasligini bildirdi. Ölkeyo qo'shimchamiz uchinchi shaxsga qo'llanilmaydi. Ya'ni birovni o'rniga ölkeyo qo'shimchamizni qo'shib javob berib bo'lmaydi. Uni o'rniga ölkoyeyo qo'shimchamizda foydalanib gap tuzsak bo'ladi. Ölkeyo qo'shimchamiz doim kelasi zamonda qo'llaniladi. Bozorlik qilmoq, chang'il poda, chang'il poda. Guruchni tayyorlamoq, pabil xada, pabil xada. Taom tayyorlamoq, imshigil mandilda, imshigil mandilda. Idish yuvmoq, solkojiril xada, solkojiril xada. Guruch pishirgich, papsot, papsot. Qozon, nembi, nembi. Tovoq, frypan, frypan.
idish yuvish vositasi, 주방 세제, 주방 세제. qo'lda kir yuvmoq, palleril hada, palleril hada. kir moshina aylantirmoq, 세탁기를 돌리다, 세탁기를 돌리다. kirni yoymoq, palleril 널다, palleril 널다. kirni yig'moq, palleril 걷다, palleril 걷다. kiyimni dazmol qilmoq, o'sil tarida, o'sil tarida. kiyimni taxlamoq, o'sil keda, o'sil keda. kir yuvish vositasi, setak seje, setak seje. dazmol, tarimiy, tarimiy. bugungi ikkinchi mavzuyimiz nin got qo'shimchasi. fe'lga qo'shilib, fe'lni otga aylantiradi. bu qo'shimchamiz so'zimizda patchin bor yo'qligiga qaralmasdan qo'shilaveradi. kada, oda fe'llarimizni otga aylantirib ko'ramiz. fe'llarimizdan da qo'shimchamizni olib tashlaymiz va ningot qo'shimchamizni qo'shamiz. kada bormoq, kaningot borish. oda kelmoq, oningot kelish. tarida dazmol qilmoq, tariningot dazmollash, dazmol qilish. yorixada ovqat pishirmoq, yorixaningot ovqat pishirish. o'sil tariningoshi nomu oryovoyo. kiyim dazmollash juda qiyin. 그래요? 그럼 제가 다려줄게요. shunaqami? unda men dazmollab beraman. 왜 항상 밖에서 밥을 사 먹어요? nimaga har doim tashqaridan ovqat sotib olib yeysiz? 저는 요리하는 것을 싫어해요. 그래서 사 먹어요. men ovqat pishirishni yomon ko'raman. shuning uchun ovqatni sotib olib yeyman. 요리가 힘들지 않아요? ovqat pishirish qiyin emasmi? 괜찮아요. 저는 음식을 만드는 것이 재미있어요. yo'q, men uchun ovqat pishirish qiziqarli. tuan 씨는 집안일 하는 것을 좋아해요? tuan, siz uy ishlarini qilishni yaxshi ko'rasizmi? ne, 좋아해요. ha, yaxshi ko'raman. 무슨 일 하는 것을 가장 좋아해요? qaysi ish sizga ko'proq yoqadi? 정리하는 것을 가장 좋아해요. yig'ishtirishni yoqtiraman. 리한 씨는 집안 일 하는 것을 좋아해요? 리한, siz uy ishlarini qilishni yaxshi ko'rasizmi? 아니요, 안 좋아해요. yo'q, yaxshi ko'rmayman. 무슨 일 하는 것을 가장 안 좋아해요? qaysi ishni qilishni yoqtirmaysiz? 요리하는 것을 가장 안 좋아해요. ovqat pishirishni juda yomon ko'raman. 청소를 안 해서 방이 너무 더럽네요. uyni tozalamaganimizga xonamiz juda ham ivirsib ketdi. ne, 바빠서 시간이 없었어요. ha, ishimiz ko'pligidan hech vaqtimiz bo'lmadi. 지금 같이 청소할래요? hozir birga tozalaymizmi? 그래요. 지금 해요. mayli, hozir tozalaymiz. tuan 씨는
방을 쓸어주세요. 또한 siz xonani supurib bering. 저는 먼지를 닦을게요. Men esa changni artaman. 너무 o'zbek tiliga juda deb tarjima qilinadi. 그래요. o'zbek tiliga xo'p, mayli, shunaqa deb tarjima qilinadi. 어제 친구하고 불고기 만들었어요. kecha do'stim bilan pulgogi pishirdik. 정말 재미있었어요. juda ham qiziqarli bo'ldi. tuan 씨는 요리하는 것이 재밌어요? tuan, sizga ovqat pishirish qiziqarlimi? 네, 전 정말 재밌어요. 리한 씨는요? ha, menga juda ham qiziqarli. sizgachi 리한? 저는 재미없어요. 하지만 설거지는 괜찮아요. menga qiziq emas, lekin idish yuvish yoqadi. 그래요? 그러면 앞으로 요리는 제가 할게요. shunaqami? unday bo'lsa bundan keyin ovqatni men pishiraman. 설거지는 리한 씨가 하세요. idishlarni esa siz yuvasiz 리한. 하지만 o'zbek tiliga lekin deb tarjima qilinadi. 앞으로 so'zimiz o'zbek tiliga bundan keyin deb tarjima qilinadi. 오늘 수업 여기까지입니다. 수고하셨습니다.